qilgan insonlarimiz sizlar uchun rosa ko'p harakat qildi. Lekin men ham rosa xohlardim pulni berib qo'yib, aytgan nimasi qilib, lekin hammalarga shuni tilaymanki, har doim minnatdorchiliklar, shukronaliklar bo'lsa, shunda sizlar rivojlanasizlar. Mana qo'linglardagi guldastalarni kimlarga olib kelgansizlar hozir, mana moqizga keling, juda go'zal ekan guldastangiz. O'tiring asalom, o'tiring. Yosh kattalar mana stol qo'yib qo'yganmiz. Faqatgina o'zi restoranlarda qonun qoidasi bo'ladi. Hammalardan ming bor uzr so'rayman. O'shaning uchun o'zim chiqdim, kichkina qizimni chiqarmasdan. Hozir 11:00da yeni direktorimiz kelyaptilar, hammamiz birga kiramiz. Oyog'inglarni ortib qo'ygan bo'lsam, ming bor uzr so'rayman hammalaringdan. Boy qadamlaringlar Alloh qutluk, barokatligidan bersin va qaynona onajonlarimiz bormi hozir oramizda? Bor, mana. Qaynona bu qiyin onada. O'zingizni onangiznikida qiz bola bo'lasiz. Qaynalar bormi? Demak, uyimizda onamiz mastavani yaxshi ko'radi, qaynonamiz sho'rvani yaxshi ko'radi. Shuning uchun qaynona o'zingizni tuqqan onangiz bilan 18 yil, 20 yil, 21 yil yashaysiz, lekin qaynona bilan umringizni oxirigacha yashaysiz. Shuning uchun hammalaringlar bugundan boshlab qaynonajonilarni sevinglar. Chunki sizlarga shirin asal nevaralar ko'rishingizdagi nima deydi, sizni hayotingizni uzaytirib, sizning zurriyotlaringizni mukammal qilishlikda bu insonlarning hissalari katta. Bizning har bir hammalarga Xudo xolasa qaynonalik maqomlarini bersin va albatta o'zimizni onajonlarimiz, onalardan kelganlar ham bormi? Sababi shunday go'zal qizlarni tarbiya etib bizga berganlardan. Assalomu alaykum Farg'ona.